Unchalik bir afsonalar bilan o'ralganki, hali zamonaviy filmlarda ularning obrazini ko'rishimiz mumkin yoki o'sha keng tarqalgan fikrlardan biri. Endi biz oddiy inson sifatida nazariy deyishdan yiroqmiz. Olimlar aytadi, ruslar aynan vikinglarning avlodi degan bir nazariyani aytib kelishadi. Bunga kimdir qarshi chiqadi, kimdir buni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin Ryurikichlarning o'sha tarafdorligi buni yana ham bir qo'llab-quvvatlab qo'ygandek bo'ladi. Keling, birinchi qisqa javob, keyin vikinglar haqida boshlaymiz. O'zi ruslarni vikinglarni avlodi deyish mumkinmi? Bu bo'yicha boyaga aytganingizda nazariyalar bor. Ikkita nazariya bor. Boya aytgandek, o'sha Norman nazariyasi va anti-Norman nazariyasi deydi. Ya'niki skandinavlardan kelib chiqqanmi, yo'qmi degan narsaga. Bu narsa tarix, boshqa umuman tadqiqotchi, tarix bu bo'yicha ha deb javob beradi. Ya'ni ajdodi ekanligi, ya'ni Kiyev Rusi degan davlatga asos solganlar Shvetsiyadan kelgan vikinglar ekanligini, varangiallar yoki varyaklar ham degan nomi bor, shular ekanligi qayd etiladi. Mahalliy slavyanlar ulardan o'zlariga boshchilik qilish uchun chaqirgan o'sha aka-ukalar. Bulardan kattasi Ryurik, bu Novgorodda turadi va atrofni o'ziga bo'ysundirib, umuman bu yerda Kiyev Rusi davlatiga tamal toshi qo'yadi. Lekin unga asos solgan odam uning o'sha qarindoshi bo'lgan Oleg bo'ladi. Bilamiz, Oleg asosiy Kiyev Rusining asoschisi hisoblanadi. Bu 882-yillarda adashmasam. Demak, bunday olib qaraganda, albatta uning tarkibi, endi bilasiz, qayergadir hukmron bo'lib kelgan paytda albatta qo'shin bilan kelinadi va yaqinlar bilan kelinadi. Albatta, bu narsani to'g'ri tan olishimiz kerak. Demak, bundan kelib ko'rinib turibdiki, Rus davlatchiligining asoschisi sifatida aynan vikinglarni keltirsa xato bo'lmaydi albatta. Mana endi vikinglar. Albatta. Ular kimlar edi? Qarang, Ayrat hoji aka, viking. Bu nomning turli xil sinonimlari bor. Skandinav. Bu ham hali jo'g'rofiy nomdan kelib chiqadi. Albatta. Keyin varyak. Varyak degani bu rus manbalarida ko'proq uchraydi. Keyin varangiallar deydi. Bu ko'proq varangiallar deb atalishi mana Sharqiy Yevropaning boshqa xalqlarida ko'proq ataladi. Keyin yana bittasi bor. Bu Norman. Normalar. Ko'proq Norvegiyadan kelganlarga nisbatan ishlatilgan ham deb qo'yiladi. Juda ham bunday emas. Umumiy ma'noda ishlatilganlik haqida bor bu narsa. Demak, aytishimiz mumkinki, viking ham uning qaysidir ma'noda bir dahshatli nomi. Endi viking atamasi bo'yicha gap ketganda, Ayrat hoji 8-asrdan to 11-asrgacha oraliqda viking atamasi keng yoyildi. Undan keyin nariyog'iga bu yo'qola boshladi. 8-asr, eng birinchi 8-asr oxirida. Qaysidir manbalar buni 8-asrning avvalida ham ishlatilganligi haqida ma'lumotlar beradi. Bu qaysidir ma'noda to'g'ri. Endi bular 8dan 11-asrgacha bo'lgan davrni Yevropada vikinglar asri deb atashadi, o'zi vikinglar davri deb atashadi. Demak, ular butun Yevropa bo'ylab tarqalgan, o'z manzilgohlariga asos solgan va katta bir to'g'ri, o'zlarining alohida ularning madaniyati bor edi, lekin o'sha madaniyatni Yevropaga yoydi va Yevropaga kuch bilan kirib borganlar. Shuning uchun ham ularni bilasizmi, ko'proq endi buni viking atamasini kelib chiqishi bo'yicha men bir ikkita o'zimni farazlarimni bildirmoqchiman. Viking so'zi kelib chiqishi bo'yicha viking bu eski inglizchada bir yashash joyi ma'nosini anglatadi. Eski frischa, o'sha nemschani nimasi, u yerda o'sha qaroqchi ma'nosini vizing degan nomda keladi. U qaroqchi nimasini beradi. Bundan tashqari viking so'zi eski o'sha Norse tili deydi yoki o'sha o'zlari foydalangan tilda, ya'ni ularning tiliga qaraydigan bo'lsangiz, bu boshqacha ma'noni beradi. Ya'ni oqim, ko'rfaz yoki bo'lmasa shunga o'xshagan ma'no beradi. Ya'niki dengiz bilan bog'liq bo'lgan narsani beryapti-da o'zlarining tiliga yaqin bo'lgan tilda. Demak, bu yerda yana eski o'sha nima deydi, skandinav tilida vika degan narsa bor. Dengiz miliyasini o'lchov, dengiz oralig'ini o'lchov birlik. Umumiy olganda viking so'zi qaysidir ma'noda o'rta asrlarda talonchilik bilan bog'liq bo'lgan va nima deydi, qaroqchilik bilan bog'liq bo'lgan atamani bergan. O'rta asrlarda rivojlandi bu narsa. Sababi ular kirib kelgan joyda shunchaki kirib kelgani yo'q, qon to'kdi, odamlarga
zarar yetkazdi, kerak bo'lsa imperiyalarni holdan toydirdi. Misol uchun Franklar imperiyasini bitta misol sifatida keltirishim mumkin. Aynan vikinglarning ta'siri bo'lgan. Faqat buzg'unchi emas edi, lekin ular 19-asrda nisbatan buzg'unchi ekanligini nima deydi? Trend bo'ldi deydi-yu. Bu 19-asrda ko'proq. Ya'ni qayta tiklanish viking atamasini keyin qo'llanila boshlangani aslida 19-asrda. Shu yerda men ingliz tilida aynan viking atamasini 700-yilga oid Epinal Erfurt degan lug'atda keltirilganligini aytib o'tishim kerak. 700-yil demak 8-asrning o'zida, dastlabki davrida. Bu atama lekin qarang, millatni bildirmagan, lekin umuman viking so'zi shundoq ishlatilib o'tib ketganda. Sababi aynan o'sha millatni bildirish kerak bo'lganda inglizlar boshqacha nomlardi. Ya'ni shimol odamlari degan ularni, ya'ni ularni ustiga bostirib kirganlarni-da. Keyin mana yoki datlar, danishlar deymizmi? Shunday degan. Mana misol uchun ko'proq Angliyaga bostirib kirgan vikinglarni u Norveg bo'lsin, Shved bo'lsin, Daniyalik bo'lsin, Finland bo'lsin, farqi yo'q. Hammasini ular nima deydi? Dat deydi, bo'ldi. Daniyalik deydi, bo'ldi. Denlar ular, boshqa nima yo'q ularda. Ya'ni bostirib kirgan birinchi kim bo'lishidan shuni nomi bilan ataydi-da. Keyin atrofda u o'sha Norveg bo'ladimi keyin, sababi o'sha paytda aytishimiz kerak, faqat Skandinav xalqlari viking nomi bilan butun dunyoga tarqalayotgan ekan. Ularning kiyinishi bir, quroli bir, yurish-turishi bir, hammasi umumiy ketadi. Endi sizda savol uchrashi mumkin, ya'ni paydo bo'lishi mumkin. G'ayratxo'ja aka, vikinglar eng birinchi qaysi o'sha bir urushda yoki bo'lmasa nimasi bilan viking nomini qozondi, dahshat solib keldi? Bilasizmi? Milodiy 793-yilda shunday bir nima keladi? Hozir. Umuman Nortumbriya degan hudud bor Angliyada. O'sha hududda katta bir monastirga, Lindsay Frame degan monastirga, o'sha joyda joylashgan monastirga bosqinchilik uyushtiradi. Talonchilik uyushtiradi-da. Bular boshqa din vakili ekanligini aytdir ma'noda. Buni Anglo-Sakson shtatnomasida qanday yozadi bilasizmi? Biz deydi Nortumbriya hududiga deydi bir shafqatsiz bo'lgan dahshatli bir kuch kirib kelganligi haqida eshitdik deydi. Ular keldiki deydi, ular boshqa, umuman boshqa o'sha dahshatli odamlar ekanki, bu yerda deydi odamlar deydi qo'rquvdan dahshat ichida qoldi deydi. Ya'ni aytayaptiki, o'sha Anglo-Sakson salnomasida hech kimga notanish odamlar ular deydi. Birinchi marta ko'rib turibdi ularni-da. Endi qizig'i esa Anglo-Saksonlar ham aynan u yerga kimlarni, keltlar, britlarning ustiga borganda. Demak, Anglo-Saksonlardan ham xavfliroq bular. Anglo-Saksonlar shundoq ham xavfli edi o'zi aslida. Ular o'zi Britaniyaga bostirib kirgan. Bostirib kirgan o'zi. Ularni ustiga bostirib kiryapti endi. Bu 793-yilda bo'lyapti. Demak, ular joylashuvga o'rtacha bir 200 yil, 300 yil bo'lgan paytda ustiga yangi bir bosqinchi kelyapti va ulardan ham xavfli bo'lyapti. Endi bitta narsa bor-da. G'ayratxo'ja aka, biz shundoq xaritalarimizni o'zi chiqarsangiz, ulardan bir misollar tariqasida keltirmasak, qayerni aytyapmiz? Xaritalarni asosiy ekranga olib chiqsangiz. Bali o'zimizni hali so'g'dlar degan bir atamaga o'xshab ketar ekan. U ham aynan o'sha davrda juda mashhurdi. Keyin sekin-asta 10-asrdan keyin sekin so'rilib ketdi-yu, ya'ni bu nom so'g'd nomi qolmadi deyarli. Bularda ham shu narsa viking degan atama keyinchalik qachon yo'qoldi bilasizmi? Xristianlik tarqalishi bilan yo'qoldi bu yerda. Xristianlik tarqaldi, keyin ular o'zlarining oldingi jamiyatini unutdi. O'zligini unutdi ancha. Bu xaritamni? Aha, shu xaritani ana ko'rsak bo'ladi. Bu xaritada G'ayratxo'ja aka e'tibor bering. Yillari bilan belgilangan, qayerda, qachon chiqib keldi. Eng birinchi e'tibor bering, 790-Yorkka bostirib kirgan davr. Lindsay Frame degan o'sha paytda Nortumbriya degan hududda York degan katta bir shahar bor edi. O'sha joyga bostirib kirgan va u yerda bilasizmi, ular aslida Yorkka asos solgan degan ham bir manbalar bor.
vaqtida. Ya'niki ular borgan joyida o'zlari uchun makon barpo qildi. 793 da bostirib kirdi, o'zlari uchun makon hozirladi. 795 da e'tibor bering, Irlandiyaga bostirib kiryapti. Irlandiya hududiga bostirib kiryapti, Dublinga bostirib kiryapti. Dublinda kerak bo'lsa Dublinni ham asos solganlar kimlar deyapti? Hozirgi Viking deyapti aslida. Vikinglar asos solgan Dublinga deyapti. Keyingi ma'lumotlar. Endi qarang, Islandiyaga ketyapti naryoq. 982-yilda Islandiyaga bilasizmi qachon borgan bular? 9-asrda borgan. 820-yil oralig'ida borgan. Eng birinchi. Ular yo'q, uni emas, 850-874 da. Farerga bo'lgan. Farer orolida bilamizku. Farer orollari e'tibor bering. Angliyaning tepasida, ana Faroe deb yozib qo'ygan va bu yoqda nimada? E'tibor bersangiz, Skandinaviya yarim oroli bilan yaqin joyda joylashgan. Endi yana bitta narsa, shu bilan Farerdan o'tyapti, Islandiyaga boryapti. Bu 850-874. O'sha Arnersonning u yerini olganligi, undan oldingi nimalar borligi aytiladi. Keyin Grenlandiyaga o'tadi bular. Grenlandiyaga 982-yilda borgan bo'lsa, Grenlandiyadan keyin qayerga boryapti endi? Qiziq jihati, bular Amerikaga boryapti. Minginchi yillarda Amerikaga boryapti bular. Endi shunda Kolumdan oldin vikinglar uni ochgan 500 yil oldinda o'rtacha. U 500 yil oldin boradi ular. Mana buni qarang, nima bilan tasdiqlayman deymi? Bu Kanadada o'sman Newfoundland orollari bor bilsangiz, o'sha Newfoundlandning yaqinida vikinglar manzilgoh qilgan joy bor. Bu yerda qazgan arxeologlar topdi bu yerdan. Vikinglarning o'sha davrda foydalangan qurollarini, ignalarini, hamma vikinglarga xos bo'lgan narsalar, ko'p narsa topildi u yerda. U yerga kelgan, u yerni ular nima deb atagan bilasizmi? Sharob yeri deb atagan. Sharob hududi yoki yeri deb atagan, ya'ni Winland deb ataganda. Nega? Endi o'zlari sababi u yerda kesadi edi, uzum ko'p bo'lgan degan nima bor-da. Borsa deydi, uzum ko'proq o'sgan degan bir nima deydi, qarashlar bor. Amerikada o'sha ular borib joylashgan hududda. Lekin u yerda ular qolmagan. Savol tug'iladi, nima uchun qolmagan? Ma'lum bir vaqt ular u yerda bo'lgan, kim kashf qilgan uni? Grenlandiyani qizil qanday Erik qizil kashf qilgan bo'lsa, Erik Red deydi. Uni o'g'li Leif Erikson degan odam bor. Leif Erikson 1000-yillarda Kanadaga, hozirgi Kanada, zamonaviy Kanadaning Newfoundland yaqin bo'lgan joylarga o'sha Winland degan joyga tushadi, o'zlari u yerni ataydi va qishloq manzilgoh barpo qiladi. U yerda ma'lum vaqt qoladi, keyin ketadi. Sababi bor uning. Nima edi uning sababi? Eng birinchi navbatda G'ayratxo'ja aka, uzoqda hudud. Skandinaviya bilan hozir xaritada mana e'tibor bering. Bu yoqqa qarab ketyapti, mana Skandinaviya bu yoqda, mana Skandinaviya. Bu Islandiya, bu Grenlandiya, yashil yer. Yashil yerdan bu yoqqa ham ketib qoladi yana. Ularni bir narsaga e'tibor berish kerak. Ularda ana motorli yoki bo'lmasa hech qanday nima yo'q. Ular o'zlarining Drakkar degan kemalari bor. Yurishi, nima deydi? Katta bahaybat emas ular. Xohlagan joyda u bir qarasa dengizda ham chiqib ketaveradi, daryoda ham yurib ketadi. Universal kemasi bor-da ularni. O'sha kemada yurib ketadi. E'tibor bering, mana shu kemalarda ko'rishingiz mumkin, juda ham bir bahaybat emas, ajdar kemalari deganda bular. Ajdar kemalarida shularda borgan. Endi qiziq jihati bor-da G'ayratxo'ja aka. Bu qo'lda, hamma narsa qo'lda. Agar shamol bo'lib qolsa, yelkanlardan foydalanish mumkin. Shamol tushmay qolsa, tasavvur qiling siz, mana bu Norvegiya hududlaridan to'g'ri Farerga borasiz, Islandiyadan Grenlandiyadan to'g'ri nariyoqqa borish uchun qancha milya bosib o'tish kerak? Necha kilometr misol uchun hozir umumiy hisoblab chiqarsak ham bu Amerikaga, Kanadaga borguncha qancha vaqt ketadi? 1000-yil haqida gap ketyapti. Hech qanday motorlar yo'q u yerda. Hech qanday boshqa texnikalar yo'q. Oddiygina qo'lda, eshkak bilan. Xuddi mana o'sha rasmda ko'rganingizdek. Boshqa narsa yo'q. Ular kashf qildi, birinchi bir 1000-yilda o'sha Meadows degan joy bor, o'sha joyda qazishma ishlari olib borildi va eng nimasi qiziq jihati u yerda
ular o'zlarining birinchi manzilgohiga asos soldi va yana bitta qarash bor, nima uchun chiqib ketdi? Mahalliy qabilalar, bilamizku, o'sha inuitlar, shunga o'xshagan oldingi Amerika qabilalari borki, eskimoslarga qarindosh bo'lgan qabilalar. Ular bilan katta to'qnashuvlar bo'lganligi aytiladi. O'sha to'qnashuvlar va o'zlarining makonlaridan uzoq bo'lgani uchun Vinlandni tark etdi ular dedi vaqt o'tishi bilan. U yerda o'zlashtirish uchun juda ko'p aholi kerak edi. Zero ular Norvegiya hududlaridan, Shvetsiya hududlaridan chiqib kelib Islandiyani o'zlashtirsinmi? Ular Grenlandiyani o'zlashtirsinmi? Katta Finlandga borib bu Amerikani o'zlashtirsinmi? Son juda katta emas. Bular jasur dengizchilar edi, G'ayrat hoji aka. Juda jasur dengizchilar edi. Nima uchun? Qarang. Bu yerda Islandiyaga 850-874-yilda borib kim? Agar bular e'tibor beringlar G'ayrat hoji aka, qo'lida faqat boltasi bor. Bir normal xo'jalik yoki bo'lmasa normal ularda dehqonchilik degan narsa kam. Sovuq yerda yashaydi, uni ham bilishimiz kerak. Hamma Yevropaning markaziga yurayotgan paytda bular shimolda qolib ketdi. O'zlari bilan o'zlari alohida madaniyat shakllanib qoldi bularda. Lekin ular madaniyati shuncha qolib ketgani yo'q. Dunyoga tarqala boshladi ular mana. Boyaga aytgan 8-asrdan ular dunyoni qayta tanidi uni. Demak, aytishimiz mumkinki, bular kuchli dengizchi, kuchli harbiy xizmatchi va o'z navbatida kashfiyotchi.